Hammaga salom yoki xitoychasiga aytganda Dajahao. Bugun xitoy tilini o'rganishni boshlashdan oldin bu til haqida tanishtiruv uchun qisqacha video tayyorladim, prezentatsiya. Va xitoy tili o'zi qanaqa til, uni o'rganmoqchi bo'lgan odamni oldinda nimalar kutib turibdi, shu haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Xitoy tili bu dunyoda eng ko'p odam gapirishadigan til. Ingliz tilidan ham ko'p odam gaplashadi, deyarli 2 barobar. Xitoy tilida nafaqat Xitoy, balki yana ikkita davlat asosiy tili hisoblanadi. Bu Tayvan, Xitoy Taypey deymiz, va Singapur. Bu tilni yana bir o'ziga xos tomoni, alfavit yo'q. Biz odatlangan o'zimiz ona tilimiz va boshqa ingliz, rus tillaridan farqli ravishda bu tilda alfavit yo'q va hieroglif yodlash kerak. Hierogliflarni bir-biriga qo'shib jumlalar yasaladi. Ikkita har xil hieroglifni qo'shib yangi ma'no anglatadigan so'zlar yasaladi. Bu juda ham qiyin bo'lishi mumkin, lekin qiziqarli. Chunki har bir hieroglifni ostida logika yotadi. Ba'zi hierogliflarning ostida esa Xitoy madaniyati yotadi. Ya'ni til o'rganish mobaynida Xitoyliklarni madaniyatini ham o'rganib olsa bo'ladi. Tarixini o'rganib olsa bo'ladi, chunki har bitta hieroglifni o'zining kelib chiqish tarixi bor. Bugun birinchi tanishtiruv darsidan keyin bosqichma-bosqich 15 ta dars yuklanadi YouTube kanaliga va Telegram kanaliga ham. Bu HSK1 deydi, ya'ni Xitoy tilini HSK bosqichini SSK deydi. Birinchi bosqichi 300 ta so'z va 15 ta grammatik qoidalarni o'z ichiga oladi. Va bunaqa bosqichlardan 6 ta yangi Xitoy tizimida ko'proq, lekin shu paytgacha ishlab kelgan Xitoy tizimida 6 ta bosqich bor va Xudo xolasa shu 2-3 oy ichida birinchi bosqichni butunlay qamrab olgan va o'ziga xos noodatiy metod bilan Xitoy tilini darslarini birgalikda ko'ramiz va o'rganamiz. Bugungi qisqacha prezentatsiya Xitoy tili, hierogliflari, tonallar va o'qish usullari va biz HSK1 bosqichida qaysi mavzular bo'yicha yuramiz, shuni ozgina yo'l xaritasi keltirib o'tilgan. Xo'p, Xitoy tili hozir aktual, chunki yurtimizda ham Xitoy tilini biladiganligi talab o'ta katta, o'ta yuqori maoshli ishlar aynan Xitoy tilida, chunki ingliz tilini o'zi ko'pchilik biladi. Ingliz tilini bilish bilan ko'pchilikni qoyil qoldirish o'zi qiyin bo'lib qoldi. Shuning uchun ingliz tilini biladigan odamlar yoniga Xitoy tilini qo'shsa, u juda ham kerakli kadr bo'ladi. Faqat O'zbekistonda, shu Osiyoda любой davlatga borib ingliz tili va Xitoy tilida gaplasha olsa, normal ishlar bor. Ko'p katta oylik to'laydigan. Bu darsimiz HSK1 bosqichi bo'lsa ham, lekin bu imtihonga tayyorlamaydi. Bu Xitoy tilini umumiy o'rganish, ya'ni tarjimonlik, Xitoy tilida ilmiy maqolalar o'qish, shu yo'nalishda ketiladi. HSK bo'yicha imtihon topshiraman deydiganlar uchun alohida o'zini HSK standart kurslari bor. Xo'p, Xitoy tilida eng yaxshi pozitiv tomoni, hozir faqat qiyin tomonlarini sanadim, bu grammatika. Grammatika o'ta ham oson. Ingliz, rus, yapon tiliga o'xshab har bir zamonga qarab fe'llarni o'zgartirilmaydi, otdan o'zgartirilmaydi. Shunchaki yoma-yon qo'yib ketilaveradi va gap chiqaveradi. O'tgan zamon, kelasi zamon, hozirgi zamon. Va juda ham qiyin, lekin qiziqarli tomoni ohangdor til deb yozilgan. Bu yerda tonalность bitta ma misol tariqasida keltirilgan. Ma tovushini 4 xil tarzda aytsa 4 xil ma'no kelib chiqadi. Masalan, ma ona bo'lsa, ma ot. Ma desa bu yomon so'z aytmoq, so'kinmoq. Ma deb to'g'ri tepaga ikkinchi tonda gapirsa, bu arqon, kanob degan ma'noni bildiradi. Hieroglifi Xitoy tilida va yapon tilida shaxsan men uchun eng qiziqarli joyi hierogliflar, chunki
har bitta hieroglifi o'zini ma'nosi bor, o'zini logikasi bor va unga bir bosh qotirma sifatida qaragan odam tez o'rganadi. Как logikasini ko'rib o'rgangan odam bu tilni tez o'rganadi va esda qoladi hierogliflar. Piktogramma deyiladi, ya'ni rasmlarga asoslangan. Avvalo birinchi Xitoy tili paydo bo'lgan paytda rasmlar bo'lgan. Keyinchalik soddalashib hierogliflar holatiga kelgan va ko'rib turganingda birinchi hieroglif bu kun degani. Ya'ni avval quyoshni chizishgan shunaqa, keyin soddalashib hozirgi bizda deraza romiga o'xshab ketadi. Shu ko'rinishga kelgan. Bu kun degan ma'no bildiradi. R deb o'qiladi. Yana pastda shunga o'xshash, shunga yaqin hierogliflar berilgan. Yue oy, shan tog', shui suv. Tog'ni tasavvur qilish mumkin. Tog'ga rostdan ham o'xshaydi, cho'qqi, qoyalar. Keyingi yana bir hierogliflar bor. Bular ikkita hierogliflardan tashkil topgan. Ya'ni e'tibor bersanglar, birinchi J hieroglifi bilan U hieroglifini qo'shib Ming hieroglifi tashkil topadi va uni ma'nosi yorug'lik degan ma'noni bildiradi. Ya'ni oy va quyosh birgalikda yorug'lik chiqaradi. O'zi bu quyosh edi, bu ma'nosi oy edi. Ikkalasini birga qo'ysa yorug'lik chiqaradi degan ma'noni bildiradi. Yana biri daraxt. Bu daraxtga boshqa radikal deydi. Daraxt, ikkita daraxtni birma-bir yozsa o'rmon. Daraxtdan 3 ta yozsa zich o'rmon, katta o'rmon degan ma'nolarni bildiradi. Bu hierogliflar bo'lsa, ikkita hieroglif. Birinchisi ayol, ya'ni ona desa ham bo'ladi. Ikkinchisi bola. Ona va bolani hieroglifini birga yozsa, bu how, ya'ni yaxshi. Ona va bolasiga faqat yaxshilik tilaydi degan ma'noda kelib chiqqan. Shuning uchun ham qiziqarli. Bularni qancha o'rgangan sari qiziqarli bo'lib bo'laveradi. Keyingisi, buni keyinchalik darsida o'tamiz. Bu yozish usuli. Har bir hieroglifni shunchaki yozib ketilavermaydi. Uni tartibi bo'ladi, qat'iy tartibi. Aynan shu tartibga amal qilib yoziladigan bo'lsagina hieroglif o'xshaydi, ya'ni chiroyli chiqadi. Masalan, odam hieroglifi bo'lsa, birinchi chap tomoni, keyin o'ng tomoni. Og'iz ko hieroglifi bo'lsa, birinchi chapdan pastdan tepadan pastga tushirib, keyin o'ngga, pastga va oxiri tagiga chizib chiqiladi va har bir hieroglifni, bular eng sodda hierogliflar, yozish qoidasi bor, yozish tartibi, ingliz tilida stroke order deydi. Bularni ham o'rganamiz. Va eng murakkab qismi Xitoy tilini dunyodagi eng murakkab til sifatida tan olishiga sabab bo'lgan jihatlardan biri bu tonal. Ya'ni faqatgina so'zni o'rganib Xitoy tilida tushunarli gapirish qiyin. Har bir so'zni toni bilan farqlay olish kerak. Misol boya aytganimdek, 4 xil hieroglif, lekin o'qilishi bir xil. Faqat tonda sal farq qiladi. Ma'nosi o'zgarib ketadi. Misol uchun ma cho'zib aytilsa ona, ma deb yuqoriga stress berib aytilsa kanob, pastga tushib tepaga ton, ma deb aytilsa ot va tepadan pastga qisqa ma deb aytilsa bu yomon so'z aytish, so'kish degan ma'noni bildiradi. Va har bir so'zda, har bir urli tovushlarida o'zini 4 xil tonalli sistemasi bo'ladi. Shularga qarab farqlanadi. Buni keyinchalik, даже buni dars davomida ham emas, buni Xitoy tilida muloqot qilishni boshlaganimizda misollardan ko'rib, hayotiy misollardan ko'rib, tabiiy ravishda farqlaymiz. Eng to'g'ri yo'li shu. Va endi biz qanaqa usulda o'qiymiz degan mavzuga keladigan bo'lsak, biz tanlagan usul bu
lexical chunks deydi ingliz tilida. Ya'ni biz faqat lug'at yodlab, mashq bajarib, tekst tarjima qilib, ya'ni traditsion usul emas, reinforced, ya'ni faqat lug'at emas, butun boshli tekst yodlash orqali mavzularni o'rganamiz. Buni afzal tomoni, har qanday xotirasi kuchli odam agar bir lug'atni yodlasa, bir yilda yo bo'lmasam bir oyda esdan chiqib ketishi mumkin. Lekin agar tekstni o'zini yodlab olsa, u esdan chiqmaydi. Men o'zimdan men guvoh bo'lganman, shu 10 yil oldin yodlagan ingliz tilida tekstlarim ham esimda. Ya'ni qanaqa bo'lgan, bitta dars o'tilgan, darsda 10 ta yoki 15 ta so'z va uni oldida tekst, shu 15 ta so'zni ichida qatnashgan tekst va men o'sha tekstni yodlaganman. Bu 15 ta so'zni bu ona, bu ota, bu buvi deb yodlamaganman. O'sha so'zlarni bitta tekstda, bitta hikoyada jamlab, hikoyani yodlash orqali o'sha ingliz tilida 500 ta o'sha akademik so'zlarni, eng qiyin so'zlarni yodlaganman. O'sha tekstlar hali ham yodimda va aynan shu usulni men keyinchalik yapon tilini o'rganganda ham qo'lladim va xitoy tilini o'rganganda ham qo'lladim. Biroz qiyin bo'lishi mumkin, lekin eng samarali usul shu. Ya'ni esdan chiqmaydi uncha-munchaga so'zlar va muloqotda ham so'zlarni bir-biriga ulash oson bo'ladi. Sen alohida yakka so'zlarni yodlab, ularni keyin gapda ishlatgandan ko'ra tayyor tekst ichidagi chunklar deydi, ya'ni birikmalarni ishlatish oson muloqotda ham. Xo'p, darslarni bundan buyon upload qiladigan, YouTube'ga, Telegramga qo'yadigan darslarni qanaqa o'rganish kerak? Birinchisi lug'atni ko'rib chiqasiz, lug'atni o'rganib chiqasiz. Ya'ni 15 tadan so'z qo'ydim har bitta darsga. 15 tadan so'zni hieroglifini yozib, o'qilishini, transkripsiyasini yozib, tarjimasini yozib, bitta daftar aynan shu maqsadda bo'ladi. Ikkita daftar tutishni tavsiya qilaman. Birinchisi aynan yodlash uchun, ikkinchisi mashqlarni bajarish uchun. Birinchi daftarda o'sha glossariyadagi so'zlar yoziladi va o'sha so'zlar qatnashgan tekstni yozib, tekst yodlanadi har bir darsda. Ikkinchisi lug'at yozilgandan keyin matn bo'ladi. O'sha lug'at qatnashgan matn 100 ta yoki 150 tagacha so'z qatnashgan matn bo'ladi. Shuni yodlab chiqiladi. Mashqlarni bajarish uchun alohida web faylda mashqlar, testlar qilib chiqdim. Uni har bir darsdan keyin linkini tashlab qo'yaman Telegram gruppaga yoki YouTube'ga. YouTube'da ham linki bo'ladi. Uni telefonda ochsa ham, kompyuterda ochsa ham bo'ladi. Mashqlarni bajariladi. Va matn yodlangandan keyin audio yoqib turib, audio yozilib, agar reja bilan shu yo'nalishda o'rganaman desanglar, bitta alohida gruppa ham ochib beraman. Shu yerga tashlab, hamma o'zini yozgan, o'zini zapis qilgan yozuvlarni tashlab ko'rish mumkin. Qanaqa yozdi, qanaqa o'rganyapti, boshqalar bilan solishtirish mumkin. Bu dastlabki 9 ta dars tayyor hozir, kontentlari. Haftada bir marta intensivligiga qarab yoki 2 marta qo'yib ketaman va birinchi darsda salomlashish, kundalik so'zlar, ikkinchida to be fe'llari xitoy tilidagi, ya'ni bo'lmoq fe'li va oddiy so'zlar, raqamlar, vaqtlarni qanaqa aytish, oila a'zolarini qanaqa aytish. 6-darsda endi fe'llar, eng asosiy fe'llar, yemoq, taom bilan bog'liq, harakat bilan bog'liq fe'llar va 7-darsi undan keyingi fe'llar, ya'ni chastotasi ko'p takrorlanishi bo'yicha navbatma-navbat fe'llarni, ranglarni, shunga o'xshash 15 ta mavzuda HSK1 ga oid barcha mavzularni ko'rib chiqamiz. Men keyingi haftadan boshlab darsni qo'yishni boshlayman. Bunaqada Xudo xolasa keyingi, ya'ni birinchi darsimizda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.